Bizlarim pishiqchilikda noodatiy baqlajonli salat. Baqlajon, bolgarskiy, pomidor, chesnok. Proteiniga terib olamiz, duxovkada pishirib olamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Bizning sabzavotlarimiz pishdi. Osongina shunda olsangiz mana terisi shunday shilinib tushar ekan. Oq piyoz, so'ch, qizil qalampir, ozgina yog', ozgina tuz aralashtiramiz. Bismillahirrohmanirrohim. Umuman mazasiga gapi yo'q. Ikra deb ikramas, lekin mazasi dahshat. Mazza qilib yesanglar bo'ladi. Hammangizga tavsiya qilaman. Oson salat osh bo'lsin. Azizlarim, bomba raspakovka. Mana o'ramalarni qaranglar. Vay. Uyda o'tirmasdan, internetda tutmasdan Nargiz xonimga kelinglar, mana shunaqa asal o'ramalarga azizlarim. Qaranglar buni oppoq unlada. Qavat. Voy, jonni rohati. Oshmasin. Bu pishsin, ketadi. Buni titrashini qarang, xamirlari hilolaxon bo'ladi. Hammanglarni kutaman Shuhrat chorrahasida. Xonimxonamizda asal mantilar. Oshmasin. Aziz Chilonzor ahli, men bugun Shuhratdagi filialimdaman. Hammanglarni kutamiz. Xonimlar rostdan mazasi cho'tki. Kelgan odam aniq qoladi, xudo xolasa. Mehrli xonimlar bizda, mehrli xonimxonamiz sizlarni kutmoqda. Azizlarim, hammanglarni Alloh yo'lida yaxshi ko'raman. Sog' bo'linglar, kelinglar.